O'sha kun keldi. O'tgan safar uzr telefonim videodan to'xtab o'chib qoldi. Bilmadim nimagaligini. Bugun o'sha aytganimdek akam bilan biz birga bir FK Mobile o'ynaymiz. Lekin to'g'risini aytsam akamda bitta оружие bor, o'sha ham 1.8 Mbappe. 1.6 Mbappe Tottidan tushmagan-u, lekin oldingi sabitani burgut anaqa bulutli sabita bor-ku, o'sha sabitadan 1.5 Mbappe tushgan, o'shani 1.8 qo'ygan. Shundan qo'rqaman, nima bor, tezlik yomon-da, shuni 140 soatga kilometr yuradi. Sostav uncha yaxshi emas-u. 97 sostavi. Hozir chaqiradilar. O'yin 30 sekunddan keyin boshlanadi. Shuncha qilgan mehnatimga hamma like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bu men tarkibim. Ko'rsatmas bu yaxshi tarkib. Xatardan yoqamiz. Akam ham yaxshi o'ynaydilar. Voy, ozgina qoldi. Omad kelmayapti. Ular ham varatarlari zo'r. Max qilib kuchaytirib olganlar. Afsuski sostavlarini ko'rsata olmayman. Hisob ochildi. 1-0 bo'ldi. Biz oldindamiz. Bizning tarkib shunday iborat. O'yinga qaytaylik. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Shu o'yindagi shotda kim birinchi to'g'ri topsa, bitta joyga yig'ilib, men unga pul berish adam olgan dedilar-yu, lekin pul bermagan hech kimga dedilar. Men bir joyga yig'ilib hammaga to'g'ri topganga xohlagan 5 ta narsasini olib beraman. Lekin katta narsalar emas. Xohlagan shirinligini va xohlagan ovqatini olib beraman. Ovqat emas. Shirinlik olib beraman. Marojniymi xohlagan narsasini. Salom do'stlar. Agar kim menga balet qilsa, menga like bosinglar va obuna bo'linglar. Mashta kommент qilish mumkin. Ketdi.
Давай, De Bruyne. Yaxshi, Nesta. Yaxshi, Lashnik. Nimaga hammasi shunaqa Zidan qilib o'radi. Izvordi bor-ku. Va davay qaytarish kerak. Yaxshi. Yaxshi. Voy, juda zo'r udal chiqqan edi-yu, lekin kaka qilib qo'ydik. Kommentda portlatib tashlaylar. Shu o'yindagi shot nechi bo'ladi? Voy, shunaqa zarba chiqdi, lekin gol bo'lmadi. Ko'taramiz. Gol bo'lsa like bosinglar, iltimos. Afsuski bo'ldi. Вообще, штрафта gol urarmiz, davay. Afsuski olmadik. Voy. Qanaqasi bo'ldi bu? Vartaga tushiramiz. Chiqdi. Vartaga tushadi mana shu. Afsuski tushmadi. Yaxshi. De Bruyne'dan kutamiz havasini. Молодец, De Bruyne. Afsuski idora etmadi. Eden. Voy. Darvozabonimizni chiqaraman dedim, lekin yaxshi. Darvozabonimizni chiqardik-ku, lekin akam shu holatdan ham aniq olib qo'ya olmadilar. Voy. Oy! 90-minutda urib qo'ydilar. Davay obunachilar, tez obuna bo'lamiz va tez like bosamiz. Oxirgi minutda, yey. Bilmadim. Bugungi o'yinimiz nicha bo'lib qoldi? Agar shu videoda 1000 ta like bo'lsa, man 1000 ta emas, 100 ta like bo'lsa, men keyingi videoda sizlar bilan birga bir FIFA mi, DLC mi, Counter mi, любой o'yin o'ynayman. Birga bir chiqadigan. Endi akam aytadilar, ravni o'ynadik, endi bitta vasataga o'ynaymiz deyaptilar. Ana endi bosib tashlasham, xudo xolisa akam saslasa ko'rinadi. Bu bizning tarkib. Va bu akamning tarkibi. 1.8 Mbappe bor. Shundan qo'rqaman men.
Tezligidan o'tib ketib gol urib qo'yishi mumkin. Voy, sal qo'y. Zarba va o'zingiz ko'rdinglar qanaqa gol bo'lardi. Voy. Yaxshi. Eden Hazard. Yaxshi, comeback bo'lyapti bu yer. Yuber. Mana qilib bak. Gol! Yuber. Voy, varta seqib qoldi. Voy. Çünkü ketibdi yaxshi Hazard. Gol! Toroyka. Obunachilar, davay comeback ketyapti. Gol! Beşiktaş. Biz oldinamiz. Voy. Biz oldinamiz. Hozir gol ursak qarshi yetamiz. Voy! Nechinchi marta ishtanga bo'lishi do'stlar? Kommentga yozinglar. Hozir biz sekin yana o'ynaymiz. Xullas shu joyda videoni tugatishga qaror qildim va kommentga sizlardan bitta iltimos, like va obuna bosinglar va sizlardan yana bitta iltimosim, kommentga yozinglar. Keyingi safar akam bilan nima o'yin o'ynashimizni, kimda anaqa bo'lsa, kontrma anaqa DLSmi yana FIFAmi, men описаниеda yozib ketaman. O'sha 3 ta o'yindan qaysi biri ko'p komment yig'sa, o'shani o'ynaymiz. Va video shu joyda tugadi. 1 2 3